Xo'sh, yana bitta ustonon ko'chalarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo shaharchasi. Mebel tushganini ko'ringlar. Ana bu sizga mebel. Xo'sh, nimadan boshlaymiz obzorni? Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Tremos balandligi 1.35, uzunasiga 1.35, balandligi 1.80 bo'ladi. Plus-minus 2 sm. Mana bu tortmachalari, roliklari deymizmi? Hamma narsasi vakuumdan qilib ishlangan. Ana sizga. Xo'sh, mana bu tumbuchkasi bo'ladi. Tumbuchkasi ham balandgina, yonlarida mana svetilnichalari bor. Mana bu sizga eshiklari vakuumli qilib ishlangan variantidan bo'ladi nasib bo'lsa. Spalnisi uzunasiga 2.10 ga 1.70 bo'ladi. Matrasli bo'ladi. Matrasgacha 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Spalnilarning yonlari yerga tegib turadigan variantidan. Mana bu bosh tomonni ranglaridan bemalol tanlov bor. Tanlov qilib beramiz bexijolat. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Mana sizga uzunasi shkafda turgani. Kamoti ham bo'ladi, to'rtta tortmacha bo'ladi. Kamoti ham balandligi 1 metr bo'ladi. Plus-minus 2 sm. Uzunasiga, eniga 80 sm bo'ladi. Kamot xohlovchilar uchun ham kamot ham qilib beryapmiz ana endi. Xo'p, mana ko'rasizlar, vakuumning o'zi tortib ketadigan variantda. Hammasi zapchasi originaldan bosilgan nasib. Ana bu sizga ichlari. Ichlari ham anchagina puliga yarasha qilib ishlangan. Ana polkalar deymizmi? Polkalari ham ellikina qilib ishlangan. Orqalari mana bu ichlari ham anchagina katta. Oynalar zihardonli chaqlangan bo'ladi. Yonlarida ruchka, patchasi ham bor. Hisobini olib qo'yaverasizlar. Endi bu tarafi, mana bu tarafini ko'rib o'tirasizlar. Bu tarafi kiyim ilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu taraf mana tepada yuqorida, mana bu yerda hozir akamiz beshikani qo'yib beradi nasib bo'lsa. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. 91 941 45 fotoga aloqa qilsangizlar, Jizzax Sirdaryo Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul. Bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Rossiyadan qolgan davlatlardan ko'raklar Telegramda yozinglar, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Rahmat. Xo'sh, tugatdik yana bitta ustonovka joylarini. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Samarqand shahar Qorasuv massiviga kelganmiz. Mana sizga shkafimizda turishi. Uzunasi nechimi? 2 mi? Xo'p, 2 metrlik qilingan zakaznoy ko'rasizlar, xudo xolasa bahosi berasizlar. Mana bu yerda bir atmosferani ko'rsatib qo'yay sizlarga. Ana buni qaranglar. Mana sizga, ana sizga. Ana shu 16 etajga domni 13 etajiga amallab olib chiqib oldik. Ana endi sizga mana bu shkafni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, shkafimiz bo'ladi. Uzunasiga 2 metr, balandligiga 2.15, 2.20 plus-minus 2 sm bo'ladi. 2ta xona bo'ladi, ya'ni 4ta eshigi bo'ladi. Oq jemchug rang bo'ladi bu. Ana sizga ichlari. Tagida har doimgidek polkasi bor, tepada vishilka polkasi bor. Yana bitta kiyim ilishingiz uchun vishilkamiz ham bo'ladi. Oshxonashlari shkafimiz kichkina bo'lgan taqdirda ham mana bu 4ta oshxonashi hammasiga qo'yilgan klientimizni qulayligi uchun. Pulidan ozroq razniya bo'ladi, zato mustahkam bo'lib, mahkamgina qilib ishlatasiz nasib bo'lsa. Ichlariga rovna 50 sm, orqasi hidapi mana bunday oq yevro samarizga yig'iladigan variantidan. Endi qora samariz ham ishlatiladigan joyi bo'ladi o'zini, hamma narsasi hisob-kitobli. Ana bu sizga eshiklarning yopilishi, hammasi vakuumligini aytib o'tdik. Mana bu lentachasi ham bo'ladi, bilasizlar. Hammasida hozir hamma narsada mana shunaqa narsa moda bo'lib ketdi. Ana biz sizga bu tarafi. Bu asosiy nima desak bo'ladi? Yosh bolali yoki yolg'iz qariya ayollar yoki erkaklar bo'lsa, ana shularga yoki bo'ydoq bolalar, qizlar bo'lsa, o'shalarga anchagina qulaylik tug'diradi. Mana bu tarafi kiyim taxlash uchun polkalari bo'ladi. Polkalari ham anchagina uzungina. Ana bu sizga ichlari, hamma narsasini menimcha ko'rsatib o'tdik. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Yana xohlovchilar uchun bundan boshqa variantlarimiz ham bor. 240 lik varianti bo'ladi, 210, 220 siz aytgan razmeringizdagi razmerlarni bemalol qilib berishga harakat qilamiz. Bizda yana bundan tashqari nima bor? Yotoqxona mebeli bor, sandig'imiz bor, stollarimiz bor, servantlarimiz bor, oshxona mebellari bor. Hammasidan to'g'risi berishga harakat qilamiz. Pastda nomerlar qoldirganmiz, aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda nasib bo'lsa qilib beramiz. Xo'sh, boshladik. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Yana bitta ustonovka joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan bir 6-7 kilometr narida. Yangijo'n nima degan mahalla edi bu? Nima deysiz? Xo'sh, akalar tugatdik. Uygalar nariga ketib qopti. Nasib bo'lsa yana bitta ustonovka joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan bir 5-6 kilometr uzoqroqqa kelganmiz. Ko'ringlar, uстановка qilgan mebelimizda. Klientimiz yo'lkiraga pul отдельно qo'shib berdi. O'zi dastavkamiz Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Ana endi uстановка qilgan mebelimizni sizlarga qisqacha obzorini qilamiz. Shkafimiz 270 uzunasiga. Klientimiz talablarga binoan 3 ta xona bo'lgan. Endi qaranglar nima bo'ladi. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Zilari plastmas PVHdan bo'ladi. Mana bu zilari. Bir tarafda mana bunday kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan polka qoldirdilar. Mana bu yerga bitta zakaznoy tortmagan ham yasab berdik nasib bo'lsa. Oshom oshlari har doimgidek 4 tadan bo'ladi. 3 tadaniga aldanib qolmaysizlar. Ishlari ham rovna 50 sm dan. Boyayotganimiz zilari plastmas PVHdan. Eshiklari vakuumli bo'lgan, ana bu o'zi yopiladigan deymiz-ku, o'shanaqa variantida nasib bo'lsa, zillarga mana bunday lentalar yopishtirilgan, ruchkachalar ham qimmatidan, ya'ni allambalosidan nasib bo'lsa. O'rtasiga o'tamiz. O'rtasi mana bunday holatda bo'ladi. Tepada kiyim ilish uchun har doimgidek o'rtada polka, mana bu yerda yana o'zlarining qulayliklari uchun mana bunday tortmachalar qilib berdik. Endi o'zlarining xohlagan narsasini qo'yib ishlatishaveradi bemalol. Bular ham eshiklari vakuumdan bo'ladi. Bir ko'rib o'taverasizlar. Oynamizni ko'rasizlar, oyna mana bu grabirovanniy deydi, ya'ni o'ymalik, oynani o'ziga gul chizib mana bu o'yilgan bo'ladi. O'shasini ham hisobini olib qo'yaverasizlar. Ana bu sizga eshik emas. O'zlari yopilishini aytib o'tdik-a. Yana o'rtasi bor, yana bitta bo'yayotganimizga xonasini 1, 2, 3, 4 ta xona qilganmiz. Bu tarafi ham uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Tagida polka, tepada polka, veshilka trubamiz ham bor nasib bo'lsa. Hammasi oshimoshlari vakuumdan bo'ladi. Bu tarafi ham xuddi boyagi chekkanikidek yana bitta tortmacha, hamma narsasi o'zida. Shkafda uzunasiga 270, balandligiga 215, 220 chiqadi. Plus minus 2 sm. Ko'p ham bo'lib qolishi mumkin, ozroqgina kam bo'lib qolishi ham mumkin. Hisob kitobini olib qo'yamiz, xudo xolasa. Hamma narsasini menimcha aytib o'tdik bunisini. Ana endi trimosga o'tamiz. Trimos uzunasiga 120 bo'ladi. Balandligi 180, 185 chiqadi, plus minus 2 sm, 3 ta tortmacha. Manasiga tortmalarning ichi. Ruchkacha ham mana temirligidan nikelli bo'ladi, temirli bo'ladi. O'shasiga e'tibor bersa, mana bu temiri original bo'ladi, ya'ni qimmatroq bo'ladi. Hammasi puliga yarasha. Eshiklari ham mana bu tortmachalari ham vakuumli bo'ladi, mana ko'raverasizlar. O'zi tortib ketadigandan. Mana bu tarafda ko'rasizlar, oynasi mana bunaqa aylanadigan variantidan. Dabovka sizlarga bitta sevchasi ham bo'ladi nasib bo'lsa. Ana bunday qilib qo'yasizlar, hech kim orqasini ko'rmaydi. Mana bu yodiviy oyna bo'ladi. Bunaqa oynasini ham xohlagan ranglaringdan bemalol qilib beramiz. Yoqqan bo'lsa bitta laykchani bosasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Spalnisga o'tamiz. Spalnis 210 ga 170 bo'ladi. Yonlari yerga tegib turadigan variantidan nasib bo'lsa. Matrasi ortopediskiy 3 yilgacha garantiyasi bor nasib. Spalnisini mana boshini ko'raverasizlar. Spalnisini boshini klientimizni o'zlari dizayn qilib berdi, ukajon, mana shunaqa bizga qilib bergin, bizga mana shunaqasi ma'qul dedilar. Klientimizni zakazlariga binoan, o'zini xohishlariga binoan mana shunaqa qilib berdik nasib. Mana bu sizga tumbichkasi. Tumbichkasi ham eshiklari vakuumli bo'ladi. Plastmas PVH, mana bu yerda svechasi ham bor. Svechasini 220 ga ulab qo'ysa yonadi. Tumbichkasi har doimgidek ikkita bo'ladi. Tremosini oldiga mana bunday bitta kelinimiz uchun o'tiradigan stulchik qilib beramiz. Mana bu orqa oyoq uchidagi pufiki deymiz-ku. Ana, ichlariga xohlagan o'zlarining narsalarni qo'yib ishlashaveradi. Bemalol. Buni ham eni 170 bo'ladi. Mana bunday o'tirganlarida bemalol mana oyoq qo'yib o'tirishlari ham mumkin bo'ladi. Kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizda Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarida mana yozib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustanov xizmatlari mutlaqo bepul. Ves O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatyapmiz. Bu taraf Toshkent shahar, bu tarafi Sirdaryo. Endi faqat vodiyga borolmayapmiz, chunki vodiyli akalarimiz bor. Vodiyli akamiz ham o'zi mebelda O'zbekistonda nomeradi akalar. Xudo xolasa biz ham akalarga havas qilib mana shunaqa ishlarni nasib bo'lsa yo'lga qo'ydik. Kimga nomerlar, kimga zakazlarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa 91 941 45 turga aloqa qilishingizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustanov xizmatlari mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holatda qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Jizzax Orom mebellar jamoasi xudo xolasa yana bitta ustanov uchrashuvlarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Zaribdor, Jizzax viloyati Zaribdor tumanining Zaribdor sentriga keldik xudo xolasa. Mana buni ko'ringlar, TV penal. Xo'sh, uyimizga mana shunday holatda tushdi. Uylarini uzunliklari 4,5 metr ashaqacha. Polni uzunasiga 4,5 metr ekan. Mana bu finalimizni tushganini ko'ringlar. Klientimizni tablariga qarab qildik. O'zi asli bu shu 3 metr, 3,5 metr joyga xudo xolasa chiroyli bo'lib tushadi. Xo'sh, endi mebellarni obzoriga o'tamiz xudo xolasa sizga. Ranglari shampan svet rang bo'ladi. Mana ranglarini ham ko'rib o'tinglar.
Ikkita chekkasidan boshlaymiz. Mana bu ikkita chekkasining razmeri bir xil bo'ladi. Shuning uchun ikkita chekkasini bitta tomoniga to'xtalib o'tamiz har doimgidek. Uzunasiga 75 sm bo'ladi, balandligiga 240-245 chiqadi, plus minus 2-3 sm bo'lishi mumkin. Ana sizga ko'rinishi. Pastida mana temir oyoqchalari bor. Mana bu oyoqchalar ham plastmasli bo'ladi, temirli bo'ladi. Unisi-munisidan ham kelib qolishi mumkin. O'shanga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'sh, mana bu orqa tomonini, mana bu mahkam turish uchun orqa tomoniga mana shunaqa narsa qilib qo'yiladi. E'tibor berib qo'yasizlar. Uylaringizga kelgan usulda mana shularni bir so'rab olinglar. O'ymali MDF dan bo'lgan mebelimiz hamma joyi MDF. Bir 15% joyi oyna va laminatdan bo'ladi. Mana yonlarini ham ko'rib o'tirasizlar. Mana bunaqa tillachani hamma ko'rdi. Tilla lenta hamma joyga menimcha bunaqadan ishlatilyapti. Ana sizga servantimiz. Hozir ana endi ichlarini ham ochib ko'rsatamiz. Mana bu ichlari bo'ladi. Ichlar 0.6 li oyna, tablaringga qarab 0.8 li yoki 1 li ham oyna qilib berishimiz mumkin. Mana qo'llarini kesib bitmaydigan variantidan. Orqa taraf har doimgidek ko'zgu bo'ladi. Xo'sh, yana nimasini ko'rsatamiz? Yonlarda ham oynasi bor, mana ko'rasizlar. Yonlarda ham oyna bor. Idishlaringiz bemalol chiroyli ko'rinadi. Bitta, ikkita, 3ta, asliga 4ta oshig'i tagida ham mana bitta polkasi bo'ladi nasib bo'lsa. Oynalari ham mana bunday qilib mahkam qilib qotirilgan. Mana buni yopamiz. Ruchkachalarni ham e'tibor berasizlar o'zining rangidan. Mana bu tarafda tepada qoshi. Xo'sh, yonlaridan bir ko'rsatib qo'yilgan sizlarga. Mana bu yonlari ham mana bunaqa chiroyli qilib, o'ymali qilib ishlangan variantidan. Razmerlarni yana bir bor eslatib o'tamiz. 75 sm ga, balandligiga 240-245 chiqadi, plus minus 2-3 sm bo'ladi. Ikkita tarafi bir xil, mana ko'ringlar. Shuning uchun bunisini obzor qilib o'tirmaymiz. Mana bu yonlarida ham stoykalari bor, mana stoykalari ham mana bu отдельно, bunisi отдельно bo'ladi. Xo'sh, mana bunisini uzunasiga 1.60, 1.67 chiqadi, plus minus bo'lib qolishi mumkin bu ham. Balandligiga 90 sm. Ana bu sizga turishi. 3 ta tortmacha har doimgidek ikkita eshikcha, mana bu eshikchalari. Eshikchalarning ichida har doimgidek polkasi bor. Tortmachalari ham ana sizga. Roliklari ham pachunli rolik chiqib ketmaydigan variantidan ana sizga. Xo'sh, bu mebelimizning yuza qism, ya'ni tipasi va sizga ko'rinib turgan joylari MDF dan bo'ladi. Yonlari mana bu laminatdan bo'ladi. Xo'p, laminat yomon, laminat bo'lmaydi degan obunachilarga mana bu laminat ko'chib ketadigan narsa emas. Sirli paqir, sirli tog'oramiz bo'ladi-ku, uy rozorda ishlatiladigan. O'shanaqa narsani ustidagi narsa bo'ladi. Bunga qattiq narsa bilan ursangiz, boshqa qilsangiz ko'chadi, lekin shu holatda ishlataverasiz, hech narsa qilmaydi nasib bo'lsa. Bemalol latta bilan ham artsangiz, ozroq nam bo'lgan latta bilan artsangiz ham hech narsa qilmaydi. Ishlov berishlarni ham mana ko'rib o'taverasizlar. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Og'ron mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini eslatib o'tamiz. 91 941 45 44 ga aloqa chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustanok xizmatlari mutlaqo bepul ravishda qilib beramiz. Xo'p, mebelning narxi 5 million, kami bor, o'tib berayotgan joyi bor. Aytganimizdek, Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka ustanokka tekin. Boshladik. Yana bitta ustanok ijaralarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Jizzax shahar Oqqo'rg'onlik mahallasiga, xudo xolisa, mebelimizni o'z ustanovga qilib bo'ldik. Mana ko'rib turinglar, xonaga qanaqa tushganini, o'zlaring bahosini berasizlar. Xo'sh, bugungi sanani eslatib o'tamiz. Bugun 4-aprel 2025 yil bo'ladi. Hisob-kitobimizda soatimiz kechki 18:19:00 qoldi atrofi. 19:00 o'zi qorong'u tashqarida. Ana endi sizlarga xonaga tushganini ko'rsatamiz. Mana bu uyga kirib kelishimiz, mana bu deraza hovli tarafga qaraydigan derazamiz bo'ladi. Xo'sh, spalnisini ko'rasizlar turganini, mana bu shkafini ham ko'raverasizlar. Klientimiz, "Ukajon, menga matras kerak emas, mana bunday displey qilib berdilar. Mobodo kelajakda matras qilaman desam, bemalol ustiga matras qo'sharam. Mana bu zazor bilan anchagina xudo xolisa chiroyli bo'lib tushadi degan umiddaman. Xonaga tushganda o'zlaring fikr mulohazalaring kommentariyada yozib ketinglar. Kimga zakaz kerak bo'lsa, 91 li 941 45 44 ga aloqaga chiqasizlar. Telegramdan tashlasalaring ham bo'laveradi xudo xolisa. Videoni boshida aytib qo'yay. Nima bo'lyapti? Uydagilar bo'ya eshitib qoldim. Voy, через internet birovga zakaz qilma, al deydi, bunday yo'q. Misol uchun bizga ham zakaz qilsalar, через internet olib borib beramiz. 2-3 ta zakazimiz bor. Xudo xolisa ertaga Toshkent shahriga chiqib ketamiz. Oradan yana 2-3 kundan keyin Samarqandda shaharning o'ziga, menimcha Motorga mebel olib borib berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana biz o'zimizni ko'rsatib video qilyapmiz sizga. Siz bilan ham gaplashganimizda Telegram orqali primoy efirda, ya'ni jonli ravishda telefon qilib gaplashib, nima ma'lumotlar kerak sizga, mebelingiz qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini gaplashib bo'lib, sizdan zakolat olamizda, keyin mebelingizni olib borib beramiz. Zakolatsiz umuman mebelda ishimiz bitmaydi. O'shasini ham hisobini olib qo'yinglar. Bo'lib berishga ozroqgina nasiya qilaman desalaring, to'g'risini aytsak, unisiga imkonimiz yo'q. Bizniki primoy birinchi qo'ldan desak ham bo'ladi. Xo'sh, ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, nasib bo'lsa
videoni qisqacha obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Mebelimiz yuza qism MDF dan, korpusi laminatdan bo'ladi, shampan svet rang. Ko'ringlar mebelimizni xonaga tushganini. Shkafdan boshlaymiz. Shkaf 260 li varianti bu. Balandligi 235, 240 chiqadi, plus minus 2-3 sm bo'ladi. Xo'sh, ichlarini ko'rsatamiz. Ichlar har doimgidek 50 sm bo'ladi. Vishilka truba, tipada shapka polkamiz bor. Oshim-moshalari 4 tadan bo'ladi. Bilmaganlar uchun yangilik, bilganlar uchun eslatma. Ichlari rovni 50 sm bo'ladi. O'shasiga e'tibor berasizlar. Orqasi qatibbi oq yevro samarizga yig'ilganidan bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ringlar, mana o'yilganlarini ham. Bunda ikkita chekkasi bir xil bo'ladi. Shuning uchun bitta chekkasini ko'rsatmay qo'ya qolamiz. O'yilganlarini ham ko'ringlar, mana anchagina sifati yaxshi. O'rtasiga o'tamiz. O'rtasi xo'sh, kiyim taqish uchun bo'ladi. Polkalar har doimgidek. Ana sizga yuqorisi. Polkalarni ham aytib o'taylik. Polkalar 1, 2, 3 ta bo'ladi. Shunda xonasi sizga 4 ta bo'ladi. Oyna orqa tarafi, ana ko'raverasizlar. Ana bu qoshlari. Ana sizga shkaf turishi, ana endi spalnisiga o'tamiz. Spalnis har doimgidek 2 ga 170 bo'ladi. Matras razmer, matras sog'lovchi matras bo'ladi. Ustiga 800 mingdan 1.500 minggacha puli qo'shiladi. O'shasini hisob-kitobini olib qo'yasizlar. Ana yonlari, zilari mana bolkaga olingan. O'shasiga ham e'tibor berib qo'yinglar. Mana bu bosh tomoni spalnisini. Tablaringga qarab, mana bu ranglaridan ham hammasidan, misol uchun kumush rangi bor, yana tilla rangi bor, xohlaganlaringdan bor. Agar shu o'zini rangi yoqib, mana bu zamish sizga boshqacha rang xohlasangiz, uni ustidan ham qilib beramiz. Variant qilib beramiz, xudo xolasa olarman odamga. Mana bu tumbuchkasi. Tumbuchkasi ham anchagina kattagina. Ana endi tremosga o'tamiz. Tremosi uzunasiga 1.35, 1.40, plus minus 2 sm, balandligiga 90 bo'ladi. Ana buni ko'rasizlar. Mana bundan hisoblaganda 1.80, 1.85 chiqadi, plus minus 2 sm bo'ladi bu ham. Yuza qism MDF danligini aytdik. Mana bu o'tiradigan stulchiga chekka yo'q qo'yamiz. Bizga xalaqit qilyapti. Mana sizga tremosini turishi. 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha har doimgidek. Roliklar ham chiqib ketmaydiganidan MDF 2 qavatli qilingan, ana oynasi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizda Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Pastda telefon nomerlar qoldirganmiz 91 941 45 40 ga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandga dastlabki ustunlik xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Xudo xolasa, o'zimiz olib borib o'rnatib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, internetdan zakaz qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib qolinglar. Xizmatimiz 100% ishonchli. Uylaringga olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, duolaringni olib chiqib ketamiz. Agar olganingizdan keyin o'zingiz ham intervyu beraman, ko'jon bo'ldi, men ham gapiraman saling, sizlardan ham video ko'rib, xudo xolasa gapirtirib, videosini qilib berishga harakat qilamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar hammani. Xudo xolasa xizmatlarimizni xo'sh, tugatdik. Yana bitta uston o'quvchilarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga xudo xolasa mebelimizni olib kelib o'rnatib berdik. Xo'sh, xonani ko'ringlar, xona hamma narsa qilingan. Mana stol stulllari o'zi bor ekan, bitta shu servant kam ekan. Nasib bo'lsa, mana shu TV penalda servantni olib kelib berdik, xudo xolasa. Xo'sh, mebelimiz 3 metr bo'ladi, mana bu ko'rinishi. Mana bu 75, uzunasiga 235, 240 chiqadi, plus minus 2 sm. Mebelimiz MDF dan bo'ladi. Ana sizga mebelimiz. Bu ichlari orqa taraf ko'zgu bo'ladi, polkalari bo'ladi mana bu yerda, oshim-oshalari 4 tadan. Ana sizga. Ana bu ichki qismlari. Yonlarini ham qo'yinglar, mana bu yon tarafdan ham bemalol idishlaring ko'rinishi mumkin. Mana bu yuqori tomoni. Shampan svet rang bo'ladi bu, shampan svet rang. Hozir hamma uyga ishoninglar, bir degandan tushadi. Ana sizga turishi. Mana bu tremosi bo'ladi, ya'ni TV penal, mana bu yerga televizorchani qo'yasiz, xudo xolasa, 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha, ana bu sizga ichlari. Ichlarida обязательно polkasi ham bo'ladi. Tortmalari ham chiqib ketmaydigandan. Shampan svet rangligini aytdik, xudo xolasa. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunlik xizmatlari mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu opamiz ham to'g'risi bizni internetdan topib, internetdan zakaz qilishgan. Biz bilan ko'rishmay, gaplash, misol uchun umuman biz bilan oldi berdi qilmaganlar, paramoy telefondan chiqyapti, ukajon, ha, mebel olib kelib bermanga, bo'ldi, olib borib beraman, zaklab tashlab berasiz, zaklab tashlab berdilar, mana xudo xolasa ko'ngillarida mebelni olib kelib berdik. Ishimiz yakuniga yetkazdik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunlik mutlaqo bepul, qolgan viloyatga kelishilgan holatda qilib beramiz. Xo'sh, davom etamiz. Ustunlik videoning yakuniga yetkazdik. Ana endi sizlarga mebelimizni tushganini xudo xolasa yana bir bor ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xonaga tushganini o'zlaring bahosini berasiz. Mana bu xona, ya'ni kirib kelishimiz bo'ladi, boya aytganimizdek. Mana shu joyga shkafimizni qo'yib berdik. Shkafda uzunasiga 240 bo'ladi, balandligi 210 bo'ladi, ichlari 60 sm. Ana didi nozik tabli. Klientlarimiz bo'lib qolsa, xudo xolasa ana shu boya bitta opamizga telefon qilib, ukajon, menga ichini 60 qilib ber deganlar, ana shu ichlari 60 sm mana shunaqa bo'ladi.
Xo'p, mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Xohlovchilar uchun MDF bilan yuza qismini MDF qilib beramiz. Laminat bilan laminatdan bo'ladi. Laminat bilan qolganini ajratishni men sizlarga o'rgatay. Laminat usti ko'chib ketadigandan emas. Mana biz ziga apparat yopishtirib beradi. MDF bilan laminat farqi MDF ga ustiga o'yib ishlov bersa bo'ladigan varianti bo'ladi. Xo'p, gapni cho'zmaymiz, shkafga o'tamiz obzorga. Shkafimiz ikkita eshikli qilingan, zakaznoy 240 ligini aytdik, balandligi 210-215, ichlari 60 sm bo'ladi. Bu tarafda ko'rasizlar, tepada ikkita xonacha qilganmiz, ya'ni o'zlaring shu narsalarni qo'yaverasizlar. Shapka polka deb ataymiz. Bu yerda vishelkasi bor, pastda yana polkasi bor bo'ladi. Oq yevro samarizga yig'ilgan, mana bu sizga eshigining yopilishi. Ziylarda ruchkacha tillarang qo'yilgan, patchasi bilan mana. Mexanizmi ham ko'chib ketmaydi, ya'ni chiqib ketmaydigan mexanizmdan mana bunaqasidan oling, xudo xolasa bexijolat ishlataverasizlar. Oyna qilingan ikkita yonma-yon oynalar ham bo'lak-bo'lak, mana ko'rasizlar, o'zini husniga yarashib turibdi oynamiz. Biz ham mana shuni detalni o'ylab, hammasini chiroyli qilib yasagan bo'lamiz. Ya'ni ham tabiiga qarab, "Yo'q, ukajon, men mana bunaqa narsani xohlayapman" siz, aytgan narsangizni ham bemalol yasab beraveramiz. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Klientlarimiz qulayliklari uchun polkalar qilib berganmiz. Tepada ham yana veshelkasi bor har doimgidek. Ana sizga shkaf turishi. Hamma narsasini shkafda aytdik. Ana endi mana bu yerda trimosga o'tamiz. Mana bu trimos bo'ladi. Trimos 1.25. Uzunligiga, balandligiga 1.80-1.85 chiqadi. Plus minus 2 cm. Mana bu yerda tortmachi. Hamma mexanizmi vakuumli qilib ishlatilgan. Ko'rasizlar, o'zi yopilib ketadiganidan. Mana bu yerda oyna qo'yilgan. Atela mana ichkaridagi narsalar ko'rinsin deb. Xo'sh, ikkita polkam, tortmamiz bor yana pastda klientimiz uchun. Mana bu yerda mana svetlari bor, kechqurunga yoqib qo'yishlar ekan o'zlaring uchun. Svetellikni vazifasini ham bajaraveradi. Mana bu taraflarni ham ko'rasizlar. Stulchaga bo'ladi обязательно. Ana bu sizga trimo oynasi. Xo'sh, trimosini ham aytdik, mana sizga komodi bo'ladi. Bu komod 4 ta tortmacha, har doimgidek boya aytganimizdek, komodlari ham vakuumli osha-moshida qilingan. Ana rolikda hamma narsasi bir xil. Ruchkalarga e'tibor berasizlar, ruchkalari ham temirdan originali. Mana sizga. Uzunasiga bu 90 cm bo'ladi, balandligi ham 90 cm bo'ladi. Plus minus 2 cm bo'lishi mumkin. Ana endi spalnisiga o'tamiz. Spalnisi har doimgidek 2 ga 1.70 bo'ladi. Yonlari yerga tegib turadigan variantidan bo'ladi. Bolt yakalarga olingan. Ana shu spalnisi bo'ladi. Matrasiga 3 yilgacha garantiya beramiz. Matrasi qimmatidan e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu spalnisini bosh tomoni. Xo'sh, sizlarga yana bitta nima desak bo'ladi? Qulaylik. Mana buni maloshniy rang, zamush bo'lgan. Xohlasangiz qora, siz aytgan rangga qilib beramiz. Ukajon, menga mana shuni bosh taraf mana shunaqa rang yoqdi yoki mana bunday fason yoqdi. Boya aytganimizdek, sizni qulaylik uchun hamma vazifani xudo xolasa bajarib berishga harakat qilamiz. Spalnisini aytib o'tgan 2 ga 1.70, mana bu tumbuchkasi. Tumbuchkasi ikkita bo'ladi. Nariga xonaga qo'yib qo'ydik, ozroqgina sig'magani uchun. Ana ko'rasiz tumbuchkasi. Tumbuchkalar ham vakuumli qilib ishlatilgan. Mana bu yerda svitchasi bor. Mana buni xudo xolasa ulashsa, svit yonadi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul ravishda qilib beriladi. Telegramdan aloqaga chiqing. Chetda musofir bo'lgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, bizga aloqaga chiqishyapti. Telegramdan chiqing, Telegramdan kataloglarni tashab, xudo xolasa uylaringning o'lchovlariga qarab chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Telefon qilasizlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa o'zimiz borib sizga ustunovka qilib beramiz. Charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar. Xo'sh, tugatdik ustunovka joylarimizni. Ko'ringlar, mana tushgan joyini xonamizda hali uyda svet yo'q. Shuning uchun mana shu holatda videoga olyapmiz. Menimcha sizlarga ko'rinyapti degan umiddamiz. Xo'sh, bugun manzilni eslatib o'tamiz. Samarqand viloyati Loy shaharchasi. Oldin kelganmiz deb aytdik. Ana uyga tushganini o'zlaring ko'ringlar. Boya aytganimizdek, shkafni bu tarafga qo'ydik, spalnisi, tremosi mana bu tarafga tushdi. Shkafni ko'rib o'tasizlar, 270, balandligi 235, 240 burgut deb ataymiz bu mebelimizni. Ana sizlarga ishlov berganlarni qaranglar. Taniqqina xudo xolasa chiroyligina mebelni olib kelib o'rnatib bo'ldik. Oshmoshlar har doimgidek 4 tadan, ishlari 50 cm bo'ladi. Shapka polkasi tepada, beshelka trubamiz har doimgidek bor. Vakuum hozir bular prostoy, vakuum xohlovchilar uchun oshmoshlarni vakuum ham qilib berishimiz mumkin. Pulida ozroqgina razlitsasi bo'ladi. Mana bu oynadagi skochlarni ertaga olib tashladi. Bu kelakamiz oynani qotirib berishgan. Oynamiz hali undaqa qotgan yo'q, orqasida germetika qilingan variantidan. Ana sizlarga shkafimiz. O'rtasi kiyim taxlashga, ikkita chekkasi kiyim ilishga bo'ladi. Qoshlarni ham ko'rsatib o'taylik va xonada. Xo'sh, xonamiz bo'yayotganimizda sal torroq, mana bu tor bo'lib qolgan. Ana endi sizga spalnisini video obzorini qilamiz. Shkafni aytib o'tdik. Uzunasi 270, balandligi 235, 240, ichlari 50 cm bo'ladi. Ikkita chekka kiyim ilishga, o'rtasi kiyim taxlashga. Spalnisi 210 ga 1.60, 1.65 chiqadi, 210 ga 1.65.
Matras xohlovchilar uchun matrasli ham qilib berishimiz mumkin. Ana bu sizga oyoq uchlari, ana bu tagi dispi. Dispisi bor xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Matrasga puliga 800 mingdan 1 million 500 minggacha raznica qilishi mumkin. Ana sizga bosh tomoni. Xo'sh, spalnisini ko'rasizlar, uymasi bosh tomoni, mana bular zamushlari, qaymoq svet rang, xohlasangiz o'zingizga didingizga qarab oq, maloshni, ko'k deysizmi, xohlagan rangingizdan tanlov bor qilib beramiz. Ana bu kelinimiz o'tiradigan stulchiga bo'ladi, o'zining rangida, tumbichkasi ikkita. Xonamiz sal qorong'uligiga to'g'risi video obzori sal o'zimiz ham adashib ketyapmiz gapimizdan, nimani ko'rsatishni bilmay. Menimcha spalnisini hamma narsasini ko'rsatib bo'ldik. Ana endi tremosini ko'rsatamiz. Mana sizga tremosi. Tremosining uzunligini ko'ringlar. Uzunligi 1.60, plus minus 2 cm, balandligi 1.90, 1.95 cm bo'ladi. O'ymali MDF-ligini aytib o'tdik. Korpuslari laminatdan bo'ladi обязательно. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, o'tgan safar ham xonadonga kelganmiz. Xolajon, qarang, taqdir. Boya aytdim, singlingiz podarka qilyapti. Taqdir taqozoga o'shanda bizga aytdingiz, ukajon, mebel olishim kerak deb. Shunaqa. Siz ham ko'rsataymi yo? Siz ham ko'rsataveraymi videoda? Yo'q, mayli. Uyalmaysizmi? Yo'q. Bo'ldi, ana qarang. Xo'sh. Qatdan taqdir ekanda men qoldim. Niyat qilgandim, lekin xuddi mana shu mebelni qo'ydirmoqchi bo'lgandim. O'zimizga niyat qiluvdingiz. Taqdir taqozo bilan singlingiz podarka qilyapti sizga. O'zingiz olishingizdan oldin singlingiz podarka qilyapti. Taqdir bu yana o'zimiz keldik. Qarang. O'shanda ham onlayn zakaz qiluvdingiz. Bu safar ham onlayn zakaz qildingiz. Ishonsa bo'layotgan narsami ekan? Rahmat sizlarga. O'sha ko'rgan narsangiz, aytganingizdek, shu narsa hammasi. Mendan rahmat sizlarga. Anandaqa yo'qmi? Uyushtirilgan gap bo'lmayaptimi? Hammasi haqqoniya. Men aytaman-ku, sizlar birinchi ko'rib hayratda qoldim singlimga aytib, nahotki deyman bu odamlar men avval niyat qilgandim, lekin Alloh haqiqatan niyat qilsa o'sha narsa bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p. U xonani bir ko'rsatib o'taman hozir akalarga, obunachilarimizga bir ko'rsatib o'taman. Xizmatlarimiz mana ma'qul bo'ldi debdilar, o'zingizdan ko'ringlar. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Ana endi videoni bitta pauza qilamiz, narixonaga servantga bir o'tamiz qani. Adashmasam, ro'zadan oldin keldik-a? Ro'zadan oldin keldik, hozir qanaqa turibdi, yana bir ko'rib ketamiz. Ha, turaversan. Mana ko'ringlar, o'sha olib kelgan mebelimiz o'shanda bo'lib turibdi, xudo xolasa, hech qanaqa muammosi yo'q. Yangajon, yaxshi turibdi hammasi? Hammasi yaxshi turibdi mana sizga. O'sha safar ham kelib, o'rnatib ketgandik, mana bu safar ham xudo xolasa chiroyligina qilib o'rnatib ketdik narixonalarga, hamma narsasi moshina bo'lib turibdi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka uстановка xizmatlarini mana shunday holatda chiroyli qilib beramiz. Aloqaga chiqib qolasizlar, telefon qilasizlar, onlaynga ham ishoninglar, nizashga yo'lkira qilib borib, vaqtingizni yetkazib, radarga tushib, shunaqa bo'lmasin. Salomat bo'lasizlar, hammani tanlovingizda bemalol bormoqchi bo'lsa, kelmoqchi bo'lsalaring, kelib ketaverasizlar. Har doim biz sizlar uchun xizmatdamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, yana bitta uстановка joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Chile shaharchasiga keldik. Ko'ylar o'rnatgan mebelimiz. Bugungi sanamiz bo'ladi 10-aprel 2025-yil bo'ladi. Jizzax Orom mebellar bozoridan uстановkaga kelganmiz. Bugungi servantimizni ko'rib turiblar. Servantimiz o'ymali MDF dan. Kelinimiz mana shunaqa fason tanlaganlar. Nasib bo'lsa olib kelib o'rnatib berdik. Через internet bu ham обязательно через internet sotilyapti. Hozir ko'p mebellarimiz. Ko'ringlar, mana bunisi 90 cm bo'ladi, plus minus 2 cm, balandligi 2.30, 2.35 chiqadi. Plus minus bu ham 2 cm bo'lishi mumkin. Mebelimiz 95% joyi MDF dan, bitta mana shu joyga laminat ishlatiladi. Keyin qolgan joylari oynali polka, shunaqa bo'ladi. Shampan svet universal rang, ko'rasizlar, hammasi xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib berib ketyapmiz. Ikkita chekkasi bir xil bo'ladi. O'rtasi mana buni uzunasiga 1.35 chiqadi, 1.30, 1.35 chiqadi, balandligiga bu ham 2.30, 2.35 chiqadi, plus minus 2 cm bo'ladi. Ana sizga servantimiz. Alhamdulillah. Xo'sh, ko'ringlar. Bu ichlari ranglariga ham e'tibor berasizlar, ranglari ham anchagina yaxshi rang, shampan svet rang. Orqa tarafda ko'zgu bo'ladi, mana bu katta oyna bo'lgani uchun o'rtasidan ikkiga bo'linadi, o'shasiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Oynalari ham qalingina, mana ziylar sharhlangan bo'ladi. Qo'llari endi kesib ketmaydigan variantidan. Ana sizga yuqorisi. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib qolasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastavka uстановка xizmatlarini mutlaqo bepul ravishda qilib beramiz. Telefon nomeri eslatib o'tamiz: 91 941 45 4 ga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha aytganimizdek dastavka uстановка qilib beramiz. Yana bizda boshqa variantlar bor, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Telefon qilib tusholmasalaring, Telegramda yozishlaring bo'ladi. Bilaman, bizda musofirda ko'rayotgan aka-ukalar, opa-singillarimiz bor, zakaz qilishyapti. Xudo xolasa sizlarga ham olib borib o'rnatib berish xizmatini
qilib beramiz. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, qolgan viloyat bo'lsangiz kelishilgan narxda qilib beriladi. Yurtlarga ozroqgina pul qo'shiladigan bo'ladi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Yana bitta ustomonka joylarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Jizzax viloyati O'smat shaharchasiga keldik, xudo xolasa. Bir-birimizni ko'ringlar, servantimizni nasib bo'lsa o'rnatib bo'ldik. Mana bu yerda manzara vobshe dahshat. Mana sizga. Xo'sh, biz servantga qaytamiz. Servantimiz troyka deb ataladi. Balandligi 235, 240 chiqadi. Plus-minus 200 sm bo'lishi mumkin. MDF dan 95% joyi MDF dan, qolgan joylari oynadan bo'ladi mebelimizda. Ana mebelni siz ko'rib o'tirasiz. Yuza qismi uymali, oynali bo'ladi. Ichlari qalin oynadan, polka oyna, ziylar chaqlangan, orqa taraf ko'zgulari bor. Oshxona-oshlarni ko'ringlar, 1, 2, 3, 4, 5 ta klientlarimiz zakazlarga binoan 5 tali oshxona qo'yib berganmiz. Ziylar plasmas PVH bo'ladi. Yonlarida ham oyna bor, polka oynalarini aytdik. Mana bu fasoni. Xo'p, shampan svet rang bo'ladi bu. Har doimgidek universal rang. Siz aytgan joyga, xohlagan joyingizga ham tushiradi. Pastdagi oyoqchalarni ham ko'ringlar, mana. Turishini. Xo'sh, qubbalari MDF dan, o'ziniki originali. Ikkita chekkasi bir xil, shuning uchun vaqtlarini olmagan holatda ikkita chekkasini ko'rsatmaymiz, bittasini o'zi yetib ortadi. Ana ruchkalarni ham ko'ringlar. Ruchkalari ham neopechniy. Ana bu ichlari. Xo'p, orqa taraf ko'zgu, orqa tarafdan oynasi ikkiga bo'lingan bo'ladi. Yopilganida hech narsa bilinmaydi. Endi buni hammasini yovlib bittalik qilib olib kelishni imkoni yo'q. Shuning uchun ikkiga bo'linadi. Oynalarni polkalarida aytdik, ichlarini hamma narsasini aytdik. Menimcha ko'rsatadigan joyi faqat tagi qoldi. Oynani yopamiz, lolali deb ataymiz. Mana oynalari uymalikligini aytdik. Pastlarini ham ko'rib o'tirasizlar. Mana bu ichlari. Mana o'yilganlari, xohlasangiz mana bu o'yilganlar yo'q, hujum menda dimga bunaqa kerak emas, adnatonni bo'lsin, ya'ni bu taraflari o'yilmagan tekis bo'lsin, undan bu xohlagan shakllar ham bor. Shakllarni ham nasib bo'lsa sizlarga ko'rsatib o'ramiz. Xo'sh, men nimasini aytamiz? Menimcha hamma narsasini aytib bo'ldik, faqat narxida qoldi gapimiz. Buni narxi 5.800.000 bilan uyingizga olib o'rnatib beramiz. Oxiriga taqilgan o'zi 6 million, 6,5 million aytib sotiladigan narsa 5.800.000 ga mana shu holatda Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dostavka, ustanovka bepul uyingizgacha olib borib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Faqat yo'l kirasiga ozroqgina razisa qilishi mumkin bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkentdan bemalol telefon qilib olinglar, olib borib o'rnatib beramiz. Taji bizda Navoiydan ham zakaz qilish shaklda bo'lishyapti. Navoiy viloyatiga ham xudo xohlasa olib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda mo'maylar qoldirganmiz, aloqa qilib qo'yasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dostavka, ustanovka bepul.